Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Mana bugun 2-iyul 2025-yil Moskva. Chiqib o'yinga chapga qaraymiz, o'ngga qaraymiz. Soat 7:30 примерно. 4-may kuni. Так, неправильное заполнение путевой listga mashinamiz qamalgan edi. Kia Rio 799. O'sha mashinani mana rovna 60 kunga yopdi. Darov. Mana bugun 60-kun yo 59-kun. Yani shu mashinani olishga ketaman jigarlar. Shunaqa gaplar, putyovkani всего лишь sal noto'g'ri yozgan ekan. Nimasini noto'g'ri yozgan bilmayman. Короче, uni за отсутствие путевой лист оформить qilgan. Yo, bismillah. O'shani hozir olib, bugun xudo xolisa 60-kun bo'ldi. O'sha mashinada olib chiqamiz. Havo ham uncha issiq emas. 11 gradus shekilli. 11 gradus. Hozir borib endi Ahmad To'rani olaman. Ahmad To'rani olib billa borib olib kelamiz-da endi. Xudo xolisa mashinada. Mana hozir qanaqa dokument kerak, nima kerak? Mashinani olib chiqishga avval qaytga borish kerak, hammasini aytib beraman. Hech kim like bosmaydi-da mana shu videoga. Bitta like-chani bosib ketsalaring, mana kimga kerak bo'lsa, mana shu videoni ko'rib, sразу birinchi boradigan joyga borib, to'g'ri borib mashinasini olib ketaveradi. Mumkin sizlar o'zi bilasizlar buni. O'zi birinchi marta emas, ko'pdan ko'p mashinalarni o'zi olib kirib tashlashgan. Bir emas, ikkita mashina ham turibdi o'sha yerda. Bitta salar, bitta Kia Rio. Xullas shunaqa jigarlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like'larni ayamanglar, like bepul bosish. Maqsad ko'proq odamlar ko'rishsin-da. Qani ketdi. Xullas ketdi. Qani bismillahirrohmanirrohim deb ishni boshlaylik. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi hammasi. Ahmadda. Alaykum assalom. Tuzukmisan? Yaxshi yozib turdingizmi? Sekin borib qamoqdagilarni chiqaraylik endi. Assalomu alaykum hammalaringga. Yaxshimisizlar, tuzukmisiz? Sanikimi? Xullas, do'stlar, sizlarga aytmoqchiki, men birinchi mashinamiz за неправильное заполнение путевой лист, noto'g'ri to'ldirilgan путевой лист. Ikkinchisi taksi mashina edi. Pravasi tojik bola aytdiki, aka shuni dastavkaga bering dedi. Men aytdim, buni litsenziyasini annulirat qilish kerak desam, serejoltisini o'chirib tashlaymiz, yuraveraman dedi. Ha, yurdi, bir oymi yurdi. Bir oymi yurganidan keyin shat to'xtatib mashinada otgan, xullas yuklagan. Putyovka so'ramagan, nimasini tekshirgan, tamom. Litsenziyasini tekshirgan, taksi mashinani litsenziyalik oq mashinada tojik pravo bilan ayda yozsan deb mashinada yuklagan. O'shanga litsenziyali mashinada nima qilmayli. Tojik pravo bilan haydamayli hech qachon. Bir kun emas, ko'p indamaydi. O'zi ularni indaydigani bor. Hammasi ham indayvermaydi. Mana o'sha ham qancha o'shani gayli to'xtatdi. Даже страховкада yo'q edi. Страховkaga yozib qo'yibdi necha marta. Страховка qil desam, страховка qimmat. 18 ming, 20 ming.
O'shana qilib haydab yuruvdi, oxiri bittasi ushlab meni yuklab yuboribdi. Mashina turibdi, arenda ketayotibdi. Bu yog'i ham bor. Nimaga deganda men boshida aytdim unga. Mashinani qamaydi lekin senga keragi yo'q bu mashina desam, mashinani qamasam arenda bir xil ketaveradi aka, mashinani bering dedi. Berdim, mana hozir mashina turibdi. O'zi peshi kuryer bo'lib yuribdi hozir. Peshi kuryer bo'lib как-нибудь arendani berib yuribdi. Shunaqa gaplar. Xullas akalar, mana biz keldik. Большая почтовая дом 7 ga. Большая почтовая дом 7 da ekan. Madi. Hozir bu yerdan kelib razresheniyani olib, keyin spetsstoyankaga boramiz. Mana akalar, Madi mana bu zdaniyaga yozib qo'yibdi. Правительство Московская административная инспекция. Наше здание. Большая почтовая, дом 7, строение 1. Nashaki kelaverasizlar. Iloyim sizlarni ishlaring tushmasin bu yerga sizlarni. Hech kimda bironta taksi akalarimiz, do'konlarimizda ishi tushmasin bu yerga. Tushib qolsa mana shu yerda. Короче, вот я зашел. Вот терминал. В терминале получаем талончик. Потом тут в окошках сами вызывают. Вот все окошки. В общем, вот так вот. Вот, короче, нас вызвали на второе окошко. Окошко вызвали. Здравствуйте. Так, вы собственник? Да, я собственник. Давайте паспорт. Пожалуйста. Протокола не надо? Не надо. Вот. Так, что это от себя заполняем? От себя. Заполняем заявление. От. Прошу вас выйти транспортное средство марки. Марка машины. И все. У. Так, номер машины здесь. Марка машины здесь. 799. 797. Все, подпись. Подпись. 02. 02. Все, пожалуйста. Вот так заявление написали на выдачу автомобиля. Возможно, сейчас нам разрешение дадут. Там смотрите, какой порядок. Документы на подпись даю руководителю. Единственное, просто надо будет именно вот это самое подписание, просто время занимает. А сколько там? Ну, в течение рабочего дня подписывается. Грубо говоря, мы до 5 работаем. Вот в любой момент могут подписать. Это может быть 12, час, но бывает и в 4. А я сейчас не могу прямо вот сейчас забирать у вас? Не, ну надо дождаться, пока все это документы подпишет руководитель сейчас. Это все в базу внесут, чтобы на стоянке тоже все это видели. И все, в течение дня получите документы и заберете. СТС-ку и разрешение вам для стоянки здесь дадут. А я думал сейчас его заберем. Не, ну сегодня заявление же подается, вот оно сейчас все это руководитель как подпишет и все выдадим вам. Так, а вещи забыли в машине. А для этого тоже заявление надо писать? В этой машине? Не, на другом машине. Ну, если вещи, да, это в 5 окно надо будет заявление подать. Пятое окно также, да? Да? Это сразу дают разрешение или тоже рассматривают? Нет, это отдельно рассматривают, это один ответ будет давать. Короче, сегодня-завтра тоже я потеряю. Ну, не знаю, но эту на машину по этой, вот, которая выдача, уже это сегодня получится. А сейчас нельзя его занести или как? Или руководство на месте нет его? Нет, есть, мы же отдаем, как готово будет, и все потом выдаем. А как готово будет, уведомление будет какое-то у меня или А не вот будет? телефон же есть ваш, мы обзвоним, мы пришлем тебе.
Звонит, Да, да, да. Ну, просто вам даже если есть какие-то свои дела, может, кто как, знаете, кто-то отъезжает, подъезжает попозже, ну, кто как. Кто-то говорит, я сразу там к 4, 4:30 подъеду. Если раньше будет, мы все равно звоним, как бы, сообщаем. Ждем тогда звонка, спасибо. Вот так вот, после заявления сразу не выдают. В течение дня, говорит инспектор. Короче, shunaqa gaplar akalar. Moshinda hech qachon oldirmaylar. Bu shunaqa dekansa izdevательство shunaqa zo'rki bu yerda. Hozir mana zaявление yozib chiqdim. Navoiyda avtomobili, mana ko'rdilaring-ku. Olib kirib endi o'zbekcha qilayotganda rais qo'l qo'ysalar keyin olasizlar deyapti. Rukovodство подпишет, потом получите разрешение deyapti. Hali bazaga kirgizishimiz kerak deyapti. Bu qachon bo'ladi bu desam, течение dnia. Konkretni vaqti yo'q. Konkretni vaqti yo'q. Mumkin soat 4-5 da bo'lishi mumkin, mumkin hozir olib kirib qilib qo'yadi. Uning uchun men hozir Большая почтоваяdan yana ketishim kerak uyga. Hali 4da topilib kelsam betga yana bir marta mumkin aytadi, hali подпис qilib qo'ygani yo'q deydi. В общем, gemoroyda, gemoroy. Konkretni yo'q, konkretni javob bo'lmadi. Kutinglar, tamom, kutinglar. 60 kun kutganim bu nima emas bu. Nechta aytsa. Qayerda jetda yotish kerak mashina ichida. Mana shu yerda yotib, oldida yo kirib chiqaverish kerak, yo kirib, yo to'g'risida o'tirish kerak, mana shundoq qilib. Qo'l qo'ydirib chiq. В течение dня. Qo'l qo'y dedim. Yo qo'l qo'ydirib chiq, men hali Salariyaga borishim kerak mashinani olish uchun. Deb mana shu yerda o'tirsalaring mumkin 1 soat, 2 soatda bo'ladi. Короче, konkretni tushasizlar aytib qo'ying. Olib chiqish gemoroy. Olib chiqish gemoroy. Uni ustiga 60 kun kutganlaring, undan keyin yana 60 kun. Chotki qilaveringlar dokumentlaring. Dokument chotki bo'lish kerak. Путевой лист, оформление такси там. Xullas mana hozir. Знак. Ha, hammasi mana shu aytgan narsalar hammasi bo'lish kerak. Shashka, mashka, боковой, короче, diagnostik karta. Hay, nima qilamiz endi? Bizning qo'limizdan hech nima kelmaydi. Bizning qo'limizdan faqat kutish keladi, kutish. Telefon qilib bilsa bo'ladimi demadingmi? Наличный bilan borsalaring zo'r koeffitsient bilan tushsa, passajir chiqmasa ham o'tiramiz-ku 15 va ana chiqib qolarmiz. Vitoga u chiqmaydi, atminit qilib ketamiz. U yerda ham kutib o'tiramiz. Xullas, taksining ishi mana shunaqa ekan. Только sabr, toqat kerak. Akalar. Hozir razresheniyani nechida olib chiqqanimda yana olaman, xudo xolisa. Sizlar like-ni tars etib bosib qo'yinglar bilan. Xullas, eshigim tayda hozir bitta bratan turgan ekan, o'sha bratan bilan gaplashdim. Siz nima turibsiz desam, aytadiki, gazim atmetkasi yo'q edi deydi. Mashinaga gaz qo'ygan, bez atmetka haydab yurgan. 40 ming shtraf, 60 kunga turma. Toj pesni. Xullas, uydan chiqishdan oldin hojatxonaga kirmasalaringiz ham so'raydi. Hojatxonaga kiruvdingmi aytaman deydi. Navoda yo'q deb qo'ymanglar. Ha, kiruvdim deydi. Bo'lmasa 60 kunga qamashi mumkin. Какой либо любой мелочке 60 kun turma mashinangiz. Shundoq deb o'ylayman. Endi men bizol putovkalarni yo правильно yozamanmi? Yo hamma narsam всегда mana aqli proverka dokument tamom. Shuna ko'radi qo'yib yuboradi. Yaqin o'tda sizda madiy tekshirib qo'yib yubordimi? Ha? Qachon? Mana Pavletsky vokzalda. Qachon? Svetofordan o'ng tomonga burasan, shuna buchchada turishadi, chap tomoningda. Вот недавно qo'yib yuborishdi. Yakshanba kuni edi. O'sha yerda postoyanno. Putovka bilan. Ha, ana shu madiy turadi. Как раз soat 2:30-3 mi deyi, 1 soatmi, 1,5 soat qoluvdi mana putovkamda oda bo'lishiga. To'xtatdi, putovой list STSga. Даже uni men so'ragan yo'q. Nima deydi? Ano texosмотр, pexosмотр, diagnostik karta ularni so'ragan yo'q. Putovka ana shu nimani o'tasiz? Gayni oldiga turib oladi. Mashinada nima tanlaydi? Madiy tanlaydi. Unisini to'xtat. Ha, uni to'xtat desa, unisi to'xtatib beradi. O'sha medosmotrdan ana shundan 10 soat hisoblanadi. 12 soat nijolatini.
10 soat нежелательно, agar 10 soat. 10 soat. Uzog'i bilan. Uzog'i bilan o'sha 2 soat qolsin-da oda bo'lishiga. Ko'proq ishlayman desalaring, ikkita yozib olasizlar. Ko'proq ishlayman desalaring, agar 3 kuncha ishlaymansalaring 7 soatdan ishlaysizlar. Shu plus Ikkita yozib olasizlar. plus 250 kilometr qo'yiladi. Yo'q, plus minus. Yana nosibotda bu yerda agar ikkinchisini topib olsa yana 60 kunga ketib turibsizlar, aytib qo'yay. İstese agar. Istadi, mani Excel'da oldi to'xtatib istadi-ku. Putovka Sen istadim. so'mkalarimni ichigacha ko'rdi. Yana putovka bormi deb. Yana putovka bormi deb. Shuna qo'lini tiqdi orqasiga enaga, mana shuncha putovka chiqdi. O'sha mashinning nomeri bor-ku, mani familiyam emas u. Men aytdim, ana qo'lga tushding dedi. Hozir men sana folimni qilaman. Ana dedi. Men aytdim, olib o'qi uni dedim. Кто там написано dedim. Это не мои, это до меня и катались водители, и работали на этом машине dedim. Sen bundoq qarab turib, вообще-то ты прав deb qo'yadi. Yani o'risda endi. Вообще-то ты прав deb qo'yadi. Men aytdim, это не мои, можешь себе оставить dedim. Sen yana o'zingga qaytarib beryapti. На, выкинешь, мапам. Men aytdim, не надо мне dedim. Desam, ol bu surga tashlaysan dedi. Ko'zini oldida eni g'ijimlab, mana shuncha bir 60 tami boy ichida. Shuna sideynani orqasidan topib olsa bo'ladimi? O mashinda olib, men o'sha sideynasini orqasini tekshirmagan. Xayriyat boshqa odamning nomidagi putovka chiqib qoldi. So'mkamni ichini tekshirdi, cho'ntaklarimni obis qildi-da, passajirlarni olib tushib olib tekshirdi. O'shanda Excel'da oldida agar kim ko'rgan bo'lsa, 1 minutlik video tashlaydim. Mana shu yerda meni to'xtatibdi. Mana 1-2 kun 3 kun bo'ldi. Yana o'sha Excel'da oldin ham o'tadigan bo'lsalaring, u yoqqa qarab o'tinglar, jinoyatdan tushmaylar, obis qiladi agar ana shu yerda turib olgan bo'lsa. Gai, madiyo. Etga turib olgan gaylar endi shundoqki nimadirini topib yozaman deydi. Nimagadir yozishim kerak. Stoplarni bosib ko'radi, farlarni yoqtirib ko'radi. Aptechka agni chitil. Xullas, ana shunaqa gaplar kelar. O'shanga taksiga chiqadigan mashinda kelar dokumenti. Основной документы, путевой лист. Aptechka огнетушитель. Так, aptechka огнетушитель. Mana bu ichidagi kartochka, frахтовщика, подголовник. Diagnostik karta. Neki azgobni mani bironta so'ragan yo'q hali azgobni страховой polisning passajirligi azgobni hali mendan so'ragan. U ham bor menda. Mana shu narsalarga ahamiyat berib yuringlar. Atmetga gaz. Mashinalaringning gazi bo'lsa, mashinning gazini dokumenti bo'ladi. Oqmindoq A4 edi. 4-5 ta varabı o'sha ham prasrochini bo'lmash kerak. O'shalargacha agar kerak bizni qarab turib 60 kunga olib kirishi mumkin jigarlar. Xullas, mana shunaqa gaplar. Hozir bitta akamizni chaqirganman narigi mashinga. Razрешение olishimiz kerak. Ikkita mashina ham turibdi dedim-ku men sizlarga. Bitta Kia Rio bilan bitta Solaris. Hozir biratan kelsin, uni ham aytib beraman men sizlarga hozir. Xullas, mana hozir mashinning ichida o'tiribmiz. Azimako keldi. Azimakoda generalniy доверенность bor. Narigi Solariski. O'sha yerda stoyankada turgan Solariski. Bularning generalniy доверенности bor. O'sha доверенность bilan kirib hozir mashinda qolib ketgan pravani olish uchun bu odam заявление yozish kerak ekan. Mashinalaringni ko'targanda mashinalaringdan maksimal hamma narsalaringni olinglar. Eslaringdan chiqsa yana mana bunaqa gemoroy bo'ladi. Hozir Azimako kirib заявление yozadi. Skritya ochish uchun, mashinani ochish uchun. Endi uni ana rais qo'l qo'ysa, rukovodstvo qo'l qo'ysa, razresheniyani olib turib borib, endi mashinadan bitta pravachani olamiz. Unga hali yana 1,5 oy bor. U mashina yana 1,5 oy turadi. Shunaqa gaplar. Xullas, mashinada oldirmaylar. Mashinada oldirgan chog'laringni ham maksimal narsalaringni olinglar. Men bu narsam esimdan chiqibdi, ertaga borib olaman deyari yo'q unda. Так что shunaqa. Ketdi biz bo'lmasa boshqatdan заявление yozgani mashinani ochish uchun.
u Solaris mani nomimda emasdi, o'shani добавить qilib qo'yay dedi. Solarisni men o'zim olgan-u, o'sha olgani hali o'zimga оформить qilganim yo'q, boshqa odamning nomida mashina. Shu mashinga mana bu Azimekonni generalniy доверенности bor ekan. O'shanga bu Azimekonni chaqirganimiz biz mashinani ochish uchun. Agar mashin o'zlarining nomlaringda bo'lmasa, страховка bilan ish bitmaydi. Generalniy доверенность kerak, lebo хозяин. O'shanisini ham aytib qo'yay dedim-da sizlarga. Xullas, mana endi ketib turibmiz Azim aka, Ahmad To'ra. Biz заявление yozdik, ikkinchi marta keldi, 2 soatdan keyin yo'q chiqqani yo'q dedi. Azim aka pravani olish uchun заявление yozdi. O'sha stoyankada turgan mashinadan pravani olish uchun 5 kun рассмотрение bo'ladi deyapti. Do пятница, bugun chorshanba bo'lsa, payshanba, juma, hay. Понедельник yozganda ham shu gapni aytardi. Пятница вам либо смс-ка придет, либо сами позвоните, либо подойдете сюда. Dokumentni olish uchun. Dokumentni olish uchun shuncha problema. Mashinada qolib ketgan dokumentni olish uchun shuncha problema. Xullas, ana shunaqa gaplar, bratanlar. 2020 kuni yana kelamiz, xudo. 20-yilda Sprinterda olib ketganda vagon remontni. Ha. Mashinada polna dokumenti o'zi qolgandi. Men sразу oldim. Shuna kirib olib chiqqan o'zi o'sha oldimizda vagon remont. Vagon remontni to'g'ridan shunday kirib olib chiqqan. Endi bu 2019-yildagi gap. Endi bular hozir batarroq, qiyinroq qilishganda, darabatovat qilishgan. Gayidan nima olib keldim lekin ruxsat. Ochsin deganmi? Чтоб eshigini ochish. O'shanda ham bo'ragan ekanda, problema. Haligi Smolnidan borib oldim. Короче, gapni bo'ladigani shu ekanda. Xullas 2 oy yo uyda yotasizlar, 2 oydan keyin so'roqlaring bo'lgandan keyin yana 3-4 kun yugurib olib chiqish kerak. Agar nomlaringda bo'lmasa, это вообще problema. Biroq o'ris-po'risi nomida bo'lsa, generalniy доверенность kerak. Generalniy доверенность kerak. O'zlaring nomlaringda bo'lsa, ertaman kelib заявление yozasizlar, abetdan keyin решение chiqar ekan. O'shanda ham o'ylab ko'rishar ekan. Qo'l qo'yaymi, qo'ymaymi, beraylik mashinasini, bermaylik. Так что o'shanga qarab ish qilavering deganlar. Baholari 5 madina. Xullas, mana biz STS'ga разрешениeni oldik. Tak, ertaman 8da kelib заявление yozgan bo'lsa, qani palit. Mana dedik. Kelib заявление yozgan bo'lsa, soat mana hozir 1 bo'ldi. 1da STS'ga bilan mana bu stoyanka xullas protokollarni berdi. Разрешениесini berdi. Endi hozir stoyankaga borib mashinani olamiz. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiki, men 2ta 15 minglik shtraf yozdi, 30 mingdan skidkasi bilan 15 mingdan 2ta. 2ta shtraf yozgan. Men aytdim, o'shani men to'lashim kerak. Nimaga degani, meni gosuslugimda paydo bo'ldi. Sen buni dedi, litsenziya bergan fraxtavshiklar, kim litsenziya bergan bo'lsa, o'sha to'laydi uni. Sen o'zing to'lab yurma, senga informatsiya kelgan xolos deb aytdi. Men so'radim-da, shtrafni men to'laymanmi shu 15 mingdan? Sen u dedi, litsenziya bergan organizatsiya. Ana shu to'laydi dedi. Xudo xolasa mana ketdik endi mashinani olgani. Akalar, xullas keldi, ozmaslik ko'rsataman. Bu yerda parkovkalari ham juda zo'r ekan deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, parkovkani o'zi yo'q. Shunaqa qiynab tashaganki bu odamni, imенно taksistni, parkovkani o'zi yo'q bu yerda. Men bu yerga olib kelib hozir stroykani oldiga yashirdim. Eshiging tagidan faqat tashab ket betdan degan. Tashab ket betdan degan. Tamom. Misol mana men Ahmad To'ra bilan kelgan bo'lsam, Ahmad To'ra mashinani parkovka qilib, qarab o'tiradigan joy yo'q eshiging tagida. Так что o'shanga qarab kelaverasiz. Hozir men ko'rsataman. Shtraf stoyankani o'zi mana to'g'rida. Mana. Mana bu mana men qo'ygan joy.
Men bekka olib kelib mashinani yashirdim. Bo'lmasa buni ham ko'tarib, buni ham o'sha yerga olib kirib qo'yishadi. Mana. Lekin ano'la turgan joyda parkovkasi yo'q. O'zini eshigini tayda parkovkasi yo'q, mana ko'rasizlar. Mana. Bratanlarning o'zi turibdi. Parkovka yo'q. Shuna qo'ydilar ham ko'taradi. Mana akalar, keldi u betga biz xullas. Stoyanka. Mana bu yerda aldi. Mana bu yerda 2-3 ta mashinaga joy bor, uni ham vaqtini ko'rsatib qo'ydi shekilli. Kiraylovchi hozir nima deydi? Очередь. Очередь odamlar janjal qilyapti. Mani mashinamni berasanmi? Xullas геморрой. Ну вот, короче, оформили. Разрешение получили, все оформили. Сотрудник идет к машине, идем, короче. Сейчас будем смотреть аккумулятор, если сдох. Пойдем заявление напишем, чтоб запустили, отпустили нас перекурить с другого машины. С другим машинам. Сейчас посмотрим. Если сдох аккумулятор, пойду заявление писать, чтоб вторую машину отпустили. А так здесь ни бустеры, ни перекурители ничем не могут помочь. Так что, когда едете сюда с получения автомобиля, как после 2 месяца, приготовьтесь, что у вас либо бустер, перекуритель, и чтобы машина была завести. 799. Вот машина стоит. Сейчас посмотрим, заведется или нет. Смотрите, с одного раза завелся. У меня аккумулятор сдохший был. Завел, все. Вот вам спецстоянка. Полно тут машин. Все такси. Все, машина завелся. Выезжаем. Дальше самоторможение тут. Самоторможение. Машина на ручнике. Xullas akalar, mana mashinani olib chiqib ketaman. 60 kun turgan mashina. Madida. Zaklинит qilgan ekan, tormoznoy kolodkaga yopishib qo'ygan ekan, zo'rg'a ko'chirdik. Mana g'ig'ib ketyapti. Mana shu hamma большинство taksi mashinalari turibdi bu yerda. Ana bular tashiyapti, bir xilda tashyapti. Mana qutulib ham chiqding Riyajon. 2 yil o'tirib ham chiqding. 2 oy deganim 2 yil deyman. 2 oy o'tirib ham chiqding. Svoboda endi senga pushchadak narушение qilmay, yugurib jangilatu ekonomchalarni tashib tashiysan. Zerikib ham ketding shekilli o'zing. Ha? Endi mana chovib yurasan, chovib. Chovibga Vnukovaga borasan, Moskva City. Moskva Citydan Vnukova, Moskva City. Borib kelaverasan. Ozodlikka chiqding, Riyo, ozodlikka. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Akkumulyatori o'lmabdi. Men akkumulyatori o'lgan deb o'ylayman mashinada.
Lekin agar moshinlaringni akkumulyatori o'lgan bo'lsa, bu yerda hech kim yordam bermarkan sizlarga. Na booster, na перекуритель, na birovdan перекур qilar ekanlarni. Hech nima yordam yo'q xullas sizlarga. O'shanga 2 kishi kelinglar, 2 oy turgan moshin bo'lsa agar. Akasini oldiga chiqdi, akasini isqab olgan. Isqab. Akajon deb yopishib olmaysanmi? Akajoningga. Ha, shunaqa hazırlayın akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like'larni bosib tashlaylar. Xullas, shunaqa gaplar akalar mana. Bugungi kunimiz mana shu bilan o'tdi. Like'larni ayamay bosasizlar. Like'ni bosasizlar, videomiz keng tarqalishi uchun. Iloyim hech kimni ishi tushmasin bularga. Iloyim hech kimni ishi tushmasin. Kimni ishi tushsa, o'sha akalarga mashinamni madi olib qo'ydi, 2 oyga qamaldi desa, mana shu videoyimni tashlaysizlar. Tayyorgarlik ko'rib 60 kundan keyin 59-60 kun harakat qilaveradi. Ungacha hech qanaqa harakat, tanishga chiqish, undoq qilsam berarmikin, bundoq qilsam berarmikin degan gaplar bespolezna akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'lamiz, salomat bo'lamiz. Endi 4 ta 6 ta gaya turibdi qarmog'i bilan. Qanday qilishyapti? Turchoqqa ilinadimi, yo'qmi? Ilinib pata qilasiz. Bola pattillaydi-ku. Ko'rsating. Qayta turib olishdi. Ana Kamaz arqiga haydayapti-ku mana. Mana biz ham haydaymiz. Kamaz arqini ko'rgan. Putovka yo'q Kamaz. Menga putovka yo'q, bunga ham. Qanday qilishyapti kurchon tashlab olib? Birorta ilinadimi, yo'qmi deb. Yo'q, bor ilinasda, vaynaqa. Обратно kir deydi. Yana shunga qaytib kirish kerakmi? Beputovka. Voy, billah. Ana Kamazni qara, mana Kamaz men aytganda orqaga haydab qaytib ketyapti mana. Biz ham shunday qilaveramiz. Nima? Siz qilsangiz sizni orqangizdan keladi. Taksi. Bu tomonda gaylar turib olgan. Bitta faqat o'ngga ketish mumkin-da, splashlar. Dostimda stoyankadan chiqib o'ngga haydab qo'yishingiz kerak. Betga kirmasdan. Ketadi hozir ular. Xullas shunaqa gaplar biratanlar. Lekin boyatdagi ano to'rg'ildiralo do'lana masjiddan qaytdi. Hal necha marta zat beryapti qilib. Ana Kamaz ketdi o'sha yerda orqaga haydab. Просто biz aytmoqchiki, mana bu yerdan только направо ketish kerak. To'g'riga chapga ketaman desalaring, splashnoy, только направо. O'ngga bursa shundoq bu joyda 4 ta gay, 2 ta ekipaj turibdi, 2 ta mashina. Bu yerdan bundoq nazarli kamini haydasa, mana bu yerda перерывисти bor. Orqaga burib ketadigan. Burib ketsa bo'ladi. Ahmad To'ra o'shani ko'rishga, qarashga ketyapti. Mana biz bu yerda turibmiz. Bular mana bu yerdan kelib turib o'zi o'ngga ketish kerak. Mana bu splashnoy. Mana splashnoy. Mana bu yerda mana gaylar turibdi. Mana. Endi Ahmad To'ra aytayotgan hozir aka deyapti, bu yerdan chiqib o'ngga ketsa. Qani putovka endi desa nima deyman men, yana deyapti. Putovka yo'q deydi. Mana bu yerdan